mana viloyat sudi, mana viloyat sudi hal qilmayapti. Qonunga nima qilmayapti? Korrupsiya sotilyapti sudyalar. Raisi qabul qilmayapti. Mana qizim o'lib ketdi. Hech kim qaramayapti. Ashinchoda nima qilyapti? Mana xalqqa tashabber. Qarami. Viloyat sudi sotilgan, shahar sudi, viloyat prokurori sotilgan. Ko'ylakni nima qilsa shim kiygan yo'q ular, nozib kiyib yuribdi. Xalqqa tashabbersa, mana qizim o'lib ketdi, mana qizim. Qo'limda yaxshi qonun ko'rsatmagan. Mana chaqtiqqanlarga 20 yildan beryapti, 17 yildan beryapti. Qanaqa bu hayot? Prezident kelganda xabari yo'q, viloyat sudini ham, shahar sudini ham, viloyat prokurorini ham. Haqiqat bo'lmayapti. Mana tim qo'ygan bilanadi. Prokuror nimani prezident oldiga pichoq bilan kallasini ko'tarib boraman. Ko'zali qo'ydim prokurorga ham, boshqalarga ham. Qo'rqayotgan joyim yo'q, xohlagan chaqirsin. Jonimdan o'tib ketdi, mana tim qo'y. Xalqqa bermayapti. O'yga bor, bunga bor deb nima qilishyapti? Nima qilishim kerak? Haqiqat yo'q. Korrupsiya qonuni, adolat yo'q Farg'onada. Prezidentimiz o'zi kelib xalqqa bersin. Bo'yish yig'mayapti bular. Mana qo'limda xulosa xatlari bor. Mana shahar sudida mana ajrib nima qilyapti? Rad qog'ozi. Mana Farg'ona viloyatini nimasi? Mana ozod qilgan qog'ozi. Mana haqiqat yo'q. Mana ozod qilgan. Qotillar ko'chada yuribdi. Mana qizim o'lib ketdi. O'ldirishim o'zirga tashlab ketdi. Ertaga mana ochiq deydi. Boshqa qizlarni ham o'ldirishsa nima qiladi? Bular ko'zi ochilmaydi. Bular prokurorni ham, mana shahar sudini ham, mana viloyat sudini ham ko'zi ochilmaydi. Hech qayerga qarashmayapti. Haqiqat yo'q. Qachongacha men yuguraman. Tamom bo'lib bo'ldim. Hech kim nima qilmayapti. Men nechta sud zalida ham ogoh bo'lganman, guvoh bo'lganman. Otalarning qo'liga pichoq urganga 17 yil beryapti. Mana qizimni o'ldirib, avziga tegib, mo'ldirga tashlavardi. Nima qiladi? Bularda ham xudo bordir, qizi bordir. Nima qilishmayapti? Nima qaqa boring. Meni o'zimga qo'yib beringlar, mana kiyimlarim qon bo'lsa. O'ldirib. Qachongacha men kelaman? Qo'rg'onlarning oldiga qachon kelaman? Qachongacha yuraman? Yuragim par bo'ldi bolalimda. Boladagi kasaldan chiqmayapman. Tamom bo'lib bo'ldi. Prezidentimizdan so'rayman, Malimga kelsin. Malimga kelib, Malim bilan birga kelsin. Bu qoram qo'llarni ishtoqib tashlasin. Ishtoqib tashlash kerak bularni. Ishtoqib tashlamasa men ko'nglim sog'inmaydi. O't yoqib ketaman. Benzin olib kelsa, o't yoqib ketaman shu sudlar nimalarni. Viloyat prokurorni ham yoqib tashlayman. Qo'rqadigan joyim yo'q, Allohdan qo'rqaman. Bandasidan qo'rqmayman. Shunday qilaman, qasdim olaman-da, maratimga bunday toshni uraman-da. Bitta qo'limda pichoq, bitta qo'limda kalla bilan boraman. Ko'ndalik qo'yaman, viloyat prokuroriga ham. Sudyalarga ham ko'ndalik qo'yib ketaman. Men tamom bo'lib bo'ldim. Mana 2 yil qamoq bergan. Ko'chada yuribdi, hali professorlarning xabari yo'q ekan. Kecha men telefon qilsam nima qildi? Xabarimiz yo'q dedim. Mana mahallada qog'oz berishdi. Endi mana 2-3 kundan keyin Rossiyaga ketadi. Bu qoramiga ham bir 10 yil berish kerak edi. Gurbaya kiradi. Shahar sudi ham aytdi.
Üçüncü xotinlar nima qildi? Aytdi, mana shunaqa. Uchalamiz qilganmiz shu ishni. Pistoletingizni bo'lsa bering qizlar opaga. O'ldirsin o'sha o'ldirsin. Xalq oldiga bormaylik. Turmaga borgandan ko'ra o'sha o'lganmiz yaxshi dedi. Men qulog'i kal bo'lib qolganmiz. Shunaqa sotani. Inobatga olishmayapti. Mana ajrib qog'ozlari. O'zlari joyga nima qilishyapti? Qog'oz. Qog'oz gapirmaydi, hayotda qog'oz gapirmaydi. Dilanchigamda dollardan qo'yib, mana aka, yo opa, mana to'g'rilab berasiz. To'g'rilab beradi, qonun nima bo'lyapti? Hozir ham mana shunday qilib qo'ygan. Qachongacha dumlash bir musullarda maklashga terib, qog'ozlar terib, kul ekanmiz-ham. 11 chaqaloqcha bir oylik bolani 11 yashar qilish osonmi? Qiynalib ketdi. Qachongacha nima qiladi? Men tamom bo'ldim. O'sha viloyat sotiga kelaman, qabulga kelaman, qabul qilmaydi, hayotda qilmaydi. Falon joyga ketdi, piston joyga ketdi, deb nima qiladi? Nima qilishim kerak? Bo'lmasam, men o'zim qasd olaman. Qasam ichaman, inamisiz. Allohdan so'rayman, menga kuch-quvvat bergan, shu xoram qotilni kalasini olgan, Allohim yordam bergan. Ya Allah, senga shunaman, shu xoram qotillarni chiqargan zodiyalarni, ularning bolalardan to'sin. Xudoga soldim. Yo'lda ketyapti, mashinada edi, qopib, Allohu akbar. Tamam, bo'ldi.